Kimni yuragida muammosi bo'lsa, tromblarda xolesterin bo'lsa, ovqat hazmi yaxshi bo'lmasa, bosh og'rig'i, siqilishlar, stressli yuradigan odamlar bo'lsa, mana shu uy sharoitida tabiiy giyohimiz kardamon. Bu kardamon o'simligi o'zimizda o'smaydi, bu boshqa davlatlarda o'sadi, bu Hindiston davlatida o'sadi. Bu narsani har kun 3 tasini olasizda 1 litr choynikka damlab, ovqatdan keyin har kuni 100 grammdan 3 mahal, 4 mahal, 5 mahalgacha ichsangiz bo'ladi. Xudo xolasa yurakdagi muammolar, tromblardagi xolesterinlarni, ovqat hazmini yaxshilaydi, kayfiyatni ko'taradi, miyadagi tiqilmalarni ochadi xudo xolasa. Mana shu kardamon o'simligi. Bu narsani ko'p kishi ishlatib ko'rishgan, kommentariyga yozishadi yana. Xudo xolasa mana shu narsani bilganlar bo'lsa, foyda qilgani bo'lsa, shu kommentariyaga yozib qo'ying. Xudo xolasa foydali bo'ladi. Mana shu kardamon. Bunga qo'ysangiz bo'ladi qizil barbarisni, krasniy barbaris, keyin qalampir munchoq qo'ysangiz ham bo'ladi. Xudo xolasa mana shu videomiz foydali bo'lsa, bitta like bosib, bitta podpiska bossangiz, xudo xolasa bizga xursand bo'lamiz. Bundan yaxshiroq video chiqarishga harakat qilamiz.